karra Jahon Kubogi olib. Omad tilaymiz. Avvallari o'sha birinchi katta o'rtasi musobaqalar o'tganida o'ziga xos shu Van Dam uslubida janglarni olib borar edi. Yeminov va keyinchalik biroz bosiqlik bilan janglarni o'tkazadigan. Kuzatadi, qaraydi vaziyatga, mana bunday zarbalar bor. Eslayapti, xotirlayapti baribir. Backfist tuzada zarba ikkita, bitta faqat mumkin. Front kick. High kick. Low kick. Aylama zarba boshga egilishga harakat qilib ko'rdi Yeminov. Yaxshi hujum ozarbayjonlik bokschi ijrosida. Zada masofani qisqartirib zarba berishga harakat qilib ko'ryapti. Ikkilik zarbasi va low kick. Klassik uslubda ozarbayjonlik sportchi harakat qilyapti. High kicklar almashinuvi. Himoyaga tegyapti ikkisida ham. Jiddiy e'tibor qaratishyapti himoyaga jangchilar. Zada zarba. O'tmadi, ozgina mo'ljalda. Vah! Chalg'itdi mana shu zarbasiga yo'l ochishga harakat qilib ko'rdi. Bu ham chalg'itish, low kicklar. Ikkilik zarbasi himoyaga tegmoqda. Klassik kombinatsiya. O'tkazadi oxiriga zarbasi. Medoki. Biroz qarang, beryapti, o'rnidan boshlayapti. Hujumlarda.